Başla. Assalamualaikum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli mijozlar. Sizlar Davron Xalqaro boshqarish bo'linmasi sizlar bilan navbatdagi uchrashuvimiz bo'lmoqda. Tadbirimizda shu mijozlarni muammolarini, tumanlarni, takliflarini va muammolarimizda har safar uchrashuv o'tkazamiz. Hozir uchrashuv o'tkazishimizda asosiy maqsadimiz shu aholida o'zini ta'minlash, tadbirkorlikni jalb qilish, ularning g'oyalarini tinglab, loyihalar aylantirish, kimdir kichik bir tadbirkorchilik qilib turgan bo'lsa, shu faoliyatini kengaytirish, ish o'rinlarini yaratish. Bundan tashqari asosiy maqsadimiz shu aholini kambag'allikdan chiqarishga iborat. Hozirgi kunda shu aholini ta'minlash, tadbirkorlikni jalb qilish, g'oyalarni aylantirish bo'yicha bizlarni bir qancha mahsulotlarimiz bor. Misol uchun ijtimoiy shaxslarga mahalla loyihasi degan kreditlarimiz bor. Tadbirkorchilik qilish istagi bor, g'oyasi bor. Chetlarimizda ming misol. Shu mahalla loyihasi bizga ko'makdan kreditlarimiz bor. O'zimizni bilan qilib, bemalol shulardan foydalanib, o'z faoliyatini davom ettirishi mumkin. Bundan tashqari yuridik shaxslarimizni faoliyatini kengaytirib, ish o'rni yaratadigan bo'lsa, ular uchun 312 qaror asosida mahsulotlarimiz bor. Bo'yicha kimda muammolar bo'lsa, texnik bo'lsa, kimda murojaat bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilishlari mumkin. Bizlar biriktirilgan mahallalarda mahalla agentlarimiz bor, mahalla banklarimiz bor, qalaversa bankda mahalla bank bo'limimiz bor. Bemalol murojaat qilsangiz, sizlarga shu murojaatlaringizni e'tiborsiz ham qo'ldan kelsa yordam beramiz. Kimda murojaat to'g'ri bo'lsa, bemalol telefonimiz qilib aytaverasiz. Yangi uçma mashinasidan chorvachilik uchun 50 million so'm yardım. Chorvachilik bilan faoliyat shug'ullanasiz. Yangi turmush mahallasida chorvachilik uchun kreditlarimiz bor, mahalla loyihasining kreditimiz bor. 5 yil muddatda 2 yil imtiyoz bilan ajratib beriladi. Ayollar uchun imtiyoz bor. Ayol tadbirkorlar uchun 23% ajratib beramiz. Kerakli shu chorva mollarimizni olib, o'z faoliyatimizni davom ettirish mumkin. Buning uchun o'zingiz bilan qilgan ma'lumotnomalarni to'lasiz. Kerakli hujjatlar bor. Abrorbek mahallamiz vakili shunga berilgan. Kerakli hujjatlarni taqdim etsangiz, tez vaqt ichida sizni kreditingizni chiqarib beramiz. Abrorbek yozib kimning murojaat bo'lsa aytasiz bemalol. Ben Tacakova Salamet, Çiğek Tadbirkor, Peki tadbirkor. Sizin yoksa kreditler, sizin şu faaliyetler şu an. Evvela şuurlanmamız yuridik şahslar için 312 sağlık kararı asasen kreditlerimiz var. Bu 21%'dan, lekin ayol tadbirkorlar uchun bular ham imtiyoz bor. 19%dan ajratib beriladi. Kerakli hujjatlarni taqdim qilasiz. Mahalla bo'limimizda botirlik bor. Kerakli hujjatlarni taqdim etsangiz, tez muddat ichida kreditimizni ajratib beramiz. Kim murojaat qilolmasa aytasiz. Assalomu alaykum. Ben Erjoniy Qo'rg'onboyev. Yangilash mahallasi Chorva ko'chasidan film Moskva degan nomlarda. Shunga 100 million so'm kredit bazasi tashlaydi. Shu ish boshlab Shunday tadbirkorchilik bilan shug'ullanadigan fuqarolar 312 sonli qaror asosida kreditlar ajratib beriladi. 20%. Kerakli hujjatlarni taqdim etsangiz, sizdan kreditingiz muammo bo'lmaydi. Tez fursatda ichida kreditingizni ajratib beramiz. Kimda yana bormi murojaat? Chorvachilik qilish uchun
tutan şahsları, üzerinde tutulan paraları, 50 milyon so'mgacha 2 yil kalitali ish muddati 5 yil muddatga qadar. Ayol tadbirkorlarning 25% imtiyozi bor. Erkeklar uchun, tadbirkorlar uchun 25%. Prezidentimiz 3 savol qarori chiqdi. Shu qaror asosan ayol tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bizlar foiz punktda ayol tadbirkorlarga imtiyoz yaratdi. Gerekli o'zingizdan ko'rgan ma'lumotnomangizni berasiz, gerekli hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Qisqa muddatda sizlarni pulingizga chiqarib beramiz. Faoliyatingizni bemalol davom ettirish mumkin. Kimda yana murojaat bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytavering. Qo'shimcha murojaatlar, shu mavzuda takliflar bo'ladi. Hozircha bo'lgan bo'lsa, ruxsatlaringiz bilan shu uchrashuvga keldingiz. Bundan keyin kimda murojaat bo'lgan bo'lsa, taklif bo'lgan bo'lsa, tadbirkorlik qilishda bir muammo mushkillar bo'lsa, bizlar mahallada mahalla yetarli bor. Bundan tashqari mahalla banklarimiz bor. Mahalla bank bo'limi, bizni bank binosiga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha taklif muammolarimiz bo'lgan bo'lsa,